hamma maqtagan o'sha Jizzax somsasiga anchadan beri havasim ketayotdi. Zomindan qaytishda Bosim bobodagi Jizzax somsa yeb ko'ramiz deb kirdik. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Realno chestno o'tib beraman. Sizlar ham menga o'xshab xato qilmaysizlar. Somsani taxminan yarim soatcha kutdik zakaz berganimizdan keyin va u keldi. Juda ham qaynoq, issiq holatda. Haqiqatan ham sho'rvali somsa ekan. Ichi to'la go'sht, to'g'ri, lekin go'shtlari katta to'g'ralgan, umuman to'g'risini aytaman, pishmagan. Tishi bor odam mazza qilib buni chaynab yeydi, to'g'ri, lekin yosh bolalar, yosh kattalar, tishi og'riganlar, menga o'xshab oxirgi paytlar to'g'risi yeya olmaydi. Ichida katta qilib dumba solgan, uni ham menimcha erkaklar yemasa, biz akalar yeya olmasa kerak. To'g'risini aytaman, maqtab o'tsif qilaman deb videolarga tushirgandim, lekin o'ylaganimdek chiqmagani uchun hafsalamam pir bo'ldi. Biz Bosim bobo choyxonasiga kirdik, bilmadim boshqa joylarda qanaqa qiladi, lekin menga umuman to'g'risini aytaman, yoqmadi. Mabodo bu video aynan Jizzax somsa qiladiganlarga e'tiborda, iltimos, go'shtini kichkinaroq to'g'raylar, yeyishga udobniy bo'lsin. Shunaqa konteynerda qolganini olib ketdik, qornimiz ochligidan majburdan biz yedik. Bitta somsa 50 mingga umuman arzimaydi to'g'risi. Men o'ylayman, faqat kontentni mashhur bo'lishni orqasidan quvmasdan, xizmat sifati va qilinayotgan taomlarga ham e'tibor bilan yondashilsa, nur ustiga a'lo nur bo'lardi. Sizlar ham Jizzax somsasini yeb ko'rganmisizlar? Sizlarda qanaqa taassurot qoldirgan? Izohlarda fikringlarni yozib qoldiringlar, balkim men adashayotgandirman. 6 ta Jizzax somsa va 2 xil choy, hammasi 380 ming so'm bo'ldi. Nima deb o'ylaysizlar, arziydi? Xullas, hammamiz bir ovozdan ko'rsatilgan xizmatdan mamnun bo'lmadik. Bu kontent ham hech kimning ustidan hate qilish yoki brendini tushirishga atalmagan. Shunchaki o'zingiz ustingizda yanada ko'proq ishlaysiz degan umiddaman. Sahifamga obuna bo'lib qo'ysangiz, qiziqarli va kerakli kontentlar bilan bo'lishib boraman. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.